Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, Srochni yangi qaror. Diqqat, hammani diqqatiga. Hushyor bo'lish kerak. Yangi qaror ketdi. Hozirgi kunda ko'cha-ko'yda sang'ib yurgan, uylanish arafasida bo'lgan barcha bo'ydoqlar bitta-bitta tutilsin. Har bittasini uylanish chora-tadbirlari ko'rilsin. Safarda yurgan va bo'ydoq sheriklariga, uylanayotgan sheriklariga moddiy yordam ko'rsatgan va e'tibor berib turgan, uzoqdan tilaklar bildirib turgan barcha bo'ydoqlar rag'batlantirilsin. 2026-yil yakuniga qadar uylanmagan barcha bo'ydoqlarga moddiy yordam ko'rsatilsin. Ularga mahalla va 7lik birgalikda ko'mak ko'rsatilsin. Yaxshi qizlar topishda amaliy yordam berilsin. Xo'p, kuyovnakarlarda juda ham tartibli, ozoda va chiroyli kiyinib, aktiv qatnashgan bo'ydoqlar aniqlanib, rag'batlantirilsin, faxriy yorliqlar berilsin. Ushbu qarorning ijrosi Akmaljonga topshirilsin. Ko'ryapsizmi qarorni? Shunaqa yangi qarorlar chiqyapti. Hushyor bo'lasizlar, nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Chekka-chekkada yurgan bo'ydoqlarni ham endi bee'tibor qoldirib bo'lmaydi. Hammasi birma-bir tutiladi. Tushunyapsizmi? Mana qaror. O'ylaysiz daftarda yozilgan deb o'ylaysiz. Mana daftar bo'm-bo'sh. Hammasi miyada yozilgan bu qarorlar. Tushundilaringizmi? Yetib boraman, hushyor bo'lasizlar. Hop, assalomu alaykum. Bugun 1-aprel yolg'onchilar kuni. Men ish qilib kelib olyapman. Bu quvaga keldim. Hozir quvada Allohchilar yo'q, hammasi halol bo'lar-ku. Hozir bitta kelsam 1-aprel hazillashdik, ketaverayotgan desa nima bo'ladi? Endi o'ylabman. 1-aprel hali hamma bir-birini aldaydi-yu. Kuzatib borlarchi, boraveraychi. Agar 1-aprel quvadan to'yini qo'ygan bo'lsam aldashmagan bo'ladi. Qani, Xudodan. Xudo saqlasin, ha. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mehribonlar, uylanmagan bo'ydaqlar. Bo'ydaqlikda vaqtincha vazifasini bajarib turgan ukaxonlarimiz. Mana bugun biz Quvasoyda ukaxonimizni tutdik. Bugun chotki qilib Xudo xolasa safdan badara qilgani baxt mashinasida kelib turibmiz. Akam bilan birgalikda xizmatdamiz, Xudo xolasa. Akam yomon yordam berib yuborarlar-da, yengil o'tkazib berarlar-da. Ukajonim, kayfiyatlar qalay? Nechinchi yil? 96. Dinozavrlar davrining oxirgi namoyandasi. Yana bormi? Sizniki Nokia bo'ladi. Kayfiyat zo'rmi axir? Mashina ko'nglingizdagidami? Biz endi kuruglarni hammasini pastga o'tkazib bo'ldim, to'layni. Yoshligimizdan siz olib yurasiz. Qo'y. Eng ko'p sizlarga xizmat qilgan o'zim bo'lsa kerak. Endi u paytlarda Instagram yo'q edi, lekin hozir mana Instagram chiqib ketdi, Xudo xolasa. Hem orqada qolgan bo'ydoqlarga bitta zo'r tilak qilib yuboring, işte bular ham bir uyg'onib ketsin. Baxtini topsin. Iloyim. O'zingiz qanaqa qilib tanishdingiz mana kelin bilan? Topib berishdi. Oson bo'lgan yo'q baribir, ha? Oldingilar aytardi, ko'rishimiz yetilib ketdi deshardi, qizoqtiraverib. Lekin qolganlarga oson bo'lsin, Xudo xolasa to'ylarni ko'rib yuraveraylik, birga bo'lib. Shunaqa mashinalarda baxt mashinasida yurishlik nasib qilsin ularga ham. Hamma zo'r tilaklar, hamma yaxshi tilaklar sizlar uchun bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlarmi, qanaqa sizlarga tilaklar qilishyapti. Bor gapiravering. Biz ishni boshladik ama. Aka, ana yo'lga bitta qo'yyapmiz, istaganib keyin shu bilan kelin uyda. Bo'lishini o'tkazib Siz ham to'y mashinani chiroyli qilib o'tkazib berish, Xudo xolasa niyatimizda bor. Alo qilasiz. o'tkazib. Ammo grafigim to'lib qolyapti, hushyor bo'linglar, ulgurmay qolasizlar. Qani qayerga ketdi u? Hech kim yo'qligini bilib qoldi. To'y bo'lyapti, hech kim adashdi yo'q. Adashdi yo'q. To'g'rimi? Bitta shopirlar xolos-da, to'g'rimi? Qani o chomadi-yu endi. Bitta anda ota-otasidan bitta chovorsin, ayting. Bitta. Tomadi.
kuyov to'yda bola bo'lmagan. xafa bo'ldi, chomadi. Ota-otachilar keluvdi. Adashdi u bu uyda kuyov bola ham yo'q, hozir to'yxonada hamma. Bitta choy bermadi. Qochib yuborishdi. To'yxonaga qochdi ular.